Burunqi zamonda bir odam qeyrib, müşchib ketgan og'riqchan dadisini beqish eg'ir kelgashga, taqqa ep chiqib, egiz hangdan tashlab etishni ko'ngliga pikibdi. Kunlarning birida o'g'il dadisini ko'tirib, taqqa qarab mengibdi. Mengibdi. Uzoq yo'l yurgandan keyin ular oxiri tog' cho'qqisiga yetib ketdi. O'g'li dadisini cho'nqur hangga tashlab o'tay deb turganida, "O'g'lim, meni tashlab etmoqchi bo'lsa, ana tog' cho'qqisini tashlab et. Men bu bovog'ini shu yerga tashlab etgan. O'tniga lap qut degan mana shu." O'g'li bu gapni anglab, turibli qapti. To'g'ri. Men bu dadamni xorlab tashlab etadigan bo'lsa, kelgusida meni mubodirib tashlab etmoq qilaman. Shuning bilan o'g'li niyatidan yenib, dadisini hapash qilib, uyga qaytarib akapti va hurmatlab obdan beqibdi.